Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Kuninglar fayzli va barakatli o'tishini Allohdan so'rab qolaman hammanglarni. Yangilik bor bugungi kunga. Zo'r narsa. Bu bor edi, bu tugadi lekin. Vobshe zo'ri bu. Ana lyuks moldan bo'ladi bular. Razmerlarimiz 2XL dan 6XL gacha. Buni sifatini qaranglar qanaqasi bu. Ko'rdinglarmi ichidan futbolkani ichidan videoga olaman. Hamma narsa cho'tka ko'rinadi. Zo'r sifat bu. Qop-qora bo'ladi. Ishtonlari ham buni zo'r. Ishtonlarida mana orqa cho'ntayi hamma narsasi bor. Buni ham materiali yo'q bo'ladi ishtonini. Bundan ko'ra qanich. Bu ham mana ishtonni ichidan olaman. Qarochi vobshe zo'ri. Keyin mana bu shalvardan keldi. Bu yangi model ekan bu. Bu yangi model bu. Rangi ham juda chiroyli ekan. Sifatlari ham zo'r. Orqa cho'ntaklari ikki tomonda. Xo'sh mana bu paftor bo'ldi. Mana sariq etib ketganlik. Qolmadi bu. Mana ozgina qalinroq materiali, plodniyroq. Mana bu yo'q. Vobshe yo'q. Bu ham zo'r sotilgan mol. Tugadi bu paftor qildim yana. Bugungi yangiliklarimiz shu. Xudo xohlasa kelaverasizlar. Manzilimiz Abu Saxiy Center 2-etaj B20 Milano. Fiorenti Milano do'koni. Kutib qolamiz hurmatli mijozlarimiz. Salomat bo'lasizlar.